Do'stdagilar yana bir lifehackni beraman. Ya'ni bu yer korpusimiz pastda moyka tushadi. Kir yuvadigan moyka. Bu yerda esa mikronovka tushadi. Bu yerlar esa polkali bo'lib ketadi. Mana bu joyimizda mana bu yerda uгольнигimiz hozir yechib olganmiz. Ya'ni bu yerda kerak hozir yechib olishimiz kerak bo'lganligi uchun yechib oldik. Yana teshib qoldirib ketibsan demanglar, shuning uchun aytib o'tyapman. Lifehackning yana biri shu korpusimizni ustiga mana bu 1.8 akril ustiga 3 mm buyog'idan kelgan korpusimizni o'tkazdirib o'rganmiz. Ya'ni ham yuk bunga tushadi, ham esa mana bu burchagimiz ochilib qolmaydi. Katta kichik kelgan taqdirda ham. Bilganlar ham bordir, bilmaganlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Lifehack, ya'ni o'zim uchun shablon bu. Bilganlar bir kommentga yozib ketasizlar, bilmaganlar esa yurakchan qizartirib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.